Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar. Biz sizlar bilan bugun ko'rib turganlaringdek, hop, jihozlar, mebellar do'koniga kelganmiz. Bu yerda shkaflar, sondiqlar, tashkentskiy sondiqlar bor ekan. Hop, bu yerda bir kishilik divanlarimiz bor. Bu yerda oyoq kiyim qo'yadiganlarimiz bor. Oyoq kiyim qo'yadigan podstavkalar bor. Bu yerda farzandlaring uchun daftarini qo'yib, joylab o'tirib, mana shu yerda dars qilish uchun tayyor shkaflarimiz ham bor. Mana ularni hammasini video davomida hozir aytamiz. Bular xuddi shu razmerda, xuddi shu xili, faqat rangida farqi bor. Hop, bularimiz oshxona jihozlari. Bular mana shu ko'rib turganlaring mana shu ranglari ham bor. Bularning razmerlari bor. Ularni ham video davomida hammasini aytib boramiz. Narx-navolari, razmerlari va bularni xohlagan razmerlaringga o'zlaring xohishingga qarab Xudo xolasa qilib beradi. Uylaring razmeri, rangini hammasini o'zlar aytilgan edi. Bu yerda sondiqchalarimiz bor. Dokument solib qulab qo'ygani. Bular 100 ming so'mdan sondiqchalar. Dokumentlar solib qo'yasizlar. Bularni 180 ming so'mdan. Bularning hammasini Ramazon oyida aksiyalari bor. Ramazon oyida aksiyalar. Ramazon oyida aksiyalari bor. Bu yerda mana oynali shkaflarimiz bor. Bu yerda oynasizlari bor. Zakazga qarab qilinaveradi. Xo'p, manzillarimizni aytadigan bo'lsak, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Suntalot shaharchasi hisoblanadi. Bu yerdagi do'konimizning filiali mana shu yerda. Xo'p, asosiy seximiz Xo'jaobodda joylashgan, Xo'jaobod tumanida. Xo'jaobodga yaqin joylar, misol uchun Namangan, Farg'ona ham yaqin. Andijon shahrini o'zi, Qo'rg'ontepa, u yog'i ketaveradi, Paxtakor, hamma viloyat tumanlaridan zakazlar qabul qilinadi. Aytilgan razmerlaringga muvofiq. Xo'jaoboddan dastavkalarini aytsak, dastavkalari kelishilgan holatda telefonlarni videoda tagiga qo'yib boramiz. Orqaga chiqib bemalol bexijolat telefon qilib gaplashinaveradi. Bu yerda o'zlarining Telegram gruppasi ham bor. Sultonobod mebellar deb yozsanglar chiqib kelaveradi. Xo'p, do'stlar, mana manzilni tushuntiradigan bo'lsak, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaharchasi, mana nomlari, mana kelib aloqaga chiqsalaring, mana manzili Sultonobod shaharchasiga kelganinglarda 35-maktabning yonida, mana o'quvchilarim chiqyapti, mana 35-maktab bu yoqda, yo'lni bo'yida, katta yo'lni bo'yida 33-maktab bor. Shunda 30-maktabga yetmasdan o'ng qo'lga burilsalaring, chap tomondagi do'kon. Ko'rib turganlaringdek, sondiq, bir kishilik, ikki kishilik divanlar, shuningdek shkaflarni ko'rgani kelganmiz. Mana shu do'kon, yangi set. Xudo xolasa, buni o'zi asosiy bir filial hisoblanadi. Mana shu do'koni o'zi asosiy qismi bular ishlab chiqaradigan Xo'jaobodda, Xo'jaobod tumanida. Bu yer do'kon. Ana shu Xo'jaoboddan kelgan mahsulotlar shu yerda sotiladi. Biz sizlarga xudo xolasa mana shularni hammasini narx-navosini bitta-bitta tushuntirib, bitta-bitta ochib ko'rsatib, yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Bitta-bitta ko'raverasizlar. Kerak. Bu bir kishilik divanlarimiz Ramazon oyiga aksiya qilib mijozlarimiz uchun 800 deb yozilgan divanlarimiz hozirgi kunda 600 mingdan qilib qo'ydik. Taglari sondiq. 800 ming so'mdan edi, 600 ming so'mdan qilib qo'ydik. Xo'p, bu tomondan ochiladimi? Taglari sondiqli ekan, mana 600 ming so'mdan Ramazon oyiga aksiya. Bular 600 dan. Bular-chi opa, bular ham 600 mingdan har xil svetlarda bor. Bularimiz panda fasonda deb aytilayotgan divanlarimiz 1 million 200, 1 million 100 dan qilib beramiz. 1 million 200, 1 million 100 dan qilib beramiz. 100 dan. Ramazon aksiyasi. Taglari sondiq. Ham taglari sondiq. Bu hozir 2 kishilik ekan-a? Eni 85, bir kishilik. Ha, bir kishilik. Uzunligi 2.30 ga boradi. 2.25. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek, bular ham bir kishilik. Xo'p, bulari sal boshqacharoq ekan. Mana ichlari sondiq buni ham. Mana ko'rib turganingiz prujinalik. Chakras Moshik materialda. Hop. Panda fasonda bu yog'i 1 million 100, 2 million, 1 million 200, 1 million 100, 1 million 50 qilib beramiz siz obunachilaringiz uchun. Bo'ldi opa. Bularimizni ham 1 million 200 deb yozganmiz, lekin hozir aksiya narxida 950 mingdan qilib qo'ydik. Ha, bular 950 mingdan hozir aksiyada. Kattalar uchun 3 ta eshikli shkaflarimiz. Yaxshi, chiroyli oynalari bor ekan. Hop. Mana hurmatli obunachilar,
Xudo xolasa telefon nomerlarini pastga yozib qo'yib ketamiz. Taylarda Kerak bo'lsa- tortmalari bor. Ha, taylarda ham tortmalari bor ekan. Tortmalari bor. Aytmoq hisob qo'ygani bo'laverar ekan. Hop. Uyga to'lamasligim. Bunimiz 4 teshiklik. Bu to'rttalik ya bu. Kattaroq ekan ozgina. 4 teshiklik shkafimiz. Bunisi qancha buni? Bularimiz ham hozirgi kunda 1 million 800 deb yozilgan shkaflarimiz aksiya narxida Ramazon oyi munosabati bilan 1 million 450. 1 million 400 4 eshiklik oynalik shkaflar. shu turish ha? Mhm. Bunisi anchagina katta ekan. Tortmalari nariginda bitta edi, bunda ikkita ekan. Mana ichlari. Hop, bu yondagi mana shu bir xil. Mana bulari. Hop, opa. Endi bular ham bir xil. Bular qanchadan dedingiz? Bularni ham 950 mingdan qilib qo'ydik. 950 dan bular ham. 3 teshiklik. 3 teshiklik. Hozir narigi bilan bir xil bular. Aha. Aha. Svetlari, har xil svetlari bor. 3 xil svet ekan. Mhm. NBN dedi, bu NBF dedi bular. Buyurtma asosida ham tayyorlab beramiz. Svet o'zgarsa, narxi o'zgarib qolmaydi. Bir xil narxda, har xil xohlagan svetida. Zakaz buyurtmaga qarab pul bo'ladi. Buyurtmaga qarab. Bu boshqacharoq ekan bunisi. Bularimiz detskiy shkaflarimiz. Detskiy shkaflar. Bunisi qancha? Bular 1 million deb yozganmiz. Hozir 800 dan qilib qo'ydik. Ramazon oyiga siz obunachilaringizga 750 mingdan ham qilib beraveramiz. 750 mingdan. Buni keyin so'rayapmiz opa, dastlabki xizmatlarni so'rayapti ko'pchilik. Dastlabki xizmatlar pullimi yo kelishilgan holatda bo'ladimi yo'q? Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Xo'p. Ana obunachilar. Hozir bitta nima ekan bu? Ha, Bitta bitta nabor. 3 talik hisoblanadi. 3 talik hisoblanadi. Kelinlarning uylariga. Addenni qilib qo'ysa ham bo'ladi, shunday qo'ysa ham bo'ladi. Bunisi necha pul? Bularimiz 6 million kam bor deyotgandik. Hozirgi kunda 5 million 400 qilib qo'ydik. Uchovi 5 million 400. 5 million 400. Yaxshi. Hop, chiroyli ekan. Buni ham istalgan rangda, istalgan o'zi xohlagan razmerda, holatda qilib berilaveradi. To'g'rimi? Sex o'zinglar degan. Xo'p, bu tomonda sondiqlar ekan. Bular Toshkent sondiq deb hozirgi kunda ommaga kirgan sondiqlarimiz. Toshkent sondiqlarimiz 2 million 700, hozirgi kunda 2 million 350 ming so'm. Xo'p. Shu 3 ta bo'ladi. 3 xil. Ikkita yonboshida, bitta o'rtada kattasi. Bular ham bitta nabor bo'laveradi. Ha, bitta komplekt, uchalasi 2 million 350 mingdan. 2 million 350 mingdan. Bitta 3 tasi. 3 tasi. Agar xohlasa addenni ham olaveradi. Polkalar, ikkita kichkinasida polkalari ham bor. Agar addenni-chi, bular narxi necha pul kichkinasini? Devon. Addenni narxi hisoblanganmi? Yo'q. Bergi eshigi ham ochiladi. Bu yog'i? Hurmatli obunachilar, mana sondiqlarimiz MDF materialdan, NBN deyiladi. MDF materialdan. MDF materialdan tayyorlanar ekan, mana. Ko'ringlar. 2 million 350 ming so'm. 2 million 350 ming so'm bu nabori. Hop, kalitlari bor ekan. Chiroyli holatda. 2 million 300 ming so'm. 1, 2, 3. Uchtasi. 2 million 300 ming so'm. Komplekt holatda. Komplekt holatda. Bu dastlabkilar kelishgan holatda. Kelishilgan holatda. Bular endi oyoq kiyim qo'yib. Patinka postavkalarimiz. Oyoq kiyim postavkalar mana. Bular ham 450 ming yozilgan. Hozirgi kunda 380 mingdan. 450 ming so'mdan hozir Ramazon oyi munosabati bilan 350 ming so'mdan. Tortmalari bor, polkalari bor. Mana akalar, agar yoqsa, hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqib, akalar bilan opalar nominalarni qo'yib qo'yman, xudo xolasa, dastavkalari ham kelishgan holatda bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Mana yana bir ko'rsatib qo'yaman. Divanlarimiz. Divanda ham bu yerdagi turgan hammasini o'zlarining xohlagan holda stilda qilish berishi mumkin ekan, qilish beradi ham. Chunki o'zlarini mana shunaqa mebel ishlab chiqaradigan sexi bor ekan. Bu faqat Xo'jaobodda joylashgan ekan. Endi bu yer juda ozgina uzoqroq joy bo'lgani uchun hurmatli obunachilar,
hozirgi kirgan xonamizni yonidagi xona. Bu yerda oshxona jihozlari mavjud ekan. Bular oshxona jihozlari bor ekan. Bularni ham narx-navolarni hozir so'rab har bittasini siz azizlarga aytamiz. Opa, bularni ham bir chekilib narx-navosini aytib ketaveramiz. Xo'p, mana sondalar hozirgi ko'rganlarimiz, to'g'rimi? Hozirgi ko'rgan. Ha, bulari Toshkent sondiq, bulari O'ymagullik. O'ygullik. Bular necha puldan? Toshkent sondiqlarimiz hozirgi kunda shu komplekt Narxi uchalasi, 1.350 2.350 ming so'm. Bularimiz 1.600 ming so'm shu komplekt. 1.600.000 bir komplekt. Komplekt. Agar mabodo kelishib qolsa, aloqaga tushsalik bir kishilik kichkinasini ham so'rash mumkin. Alohida u narxni aytilaveradi keyin. Bo'ldi. Bunisi yo'q. Bunisi ham shu narxda, ikkalasi bir xil narxda. Bir xil ekan. Svetlari har xil. Xo'p, opa. Bu yerda oshxona jihozlari. Oshxona kuxoniylarimiz. Kuxoniylarimiz qanchadan bo'ladi? Kuxoniylarimiz standart razmerda 1.20 bo'ladi, 1.70 bo'ladi. 1.90, 2.30 razmerda bo'ladi. Kuxoniylar. Kuxoniylar 1.20si 1.200.000 kami bor, kelishamiz. 1.20si? 1.20 bo'ladi, o'zi bunaqa eniga. 1.70i 1.700.000 kami bor, uni ham kelishamiz. 1.90ligi 1.900.000, uni ham kelishamiz. Eng kattasi 2.30lik 2.300.000, uni ham kami bor, kelishtirib beramiz. Bularni ham zakazga qarab xohlagan uyni zakazga buyurtma asosida tayyorlab ham beramiz. Shu oshxonasiga moslab, oshxonasi razmerida. Xo'p, mana obunachilar, do'stlar, mana ko'ringlar, oshxonalarga tushadigan rangda kerak bo'lsa, o'zlari aytilgan razmerda tayyorlab qilib berilaveradi. Bu sefmi deyman, sef shekliga bu? Bular отдельный sotiladi. Pul soladigan sefmi bu? Dokumentlar solgani. Dokumentlar. Bor ekanda bu. Dokument solgani bo'laverar ekan. Pullar solib yurmanglar, bitta urib olib ketib qoladi. Bunday. Bunisi shu kichkina sondiqlardan. Sondiqlar kichkinasi ekan. Bunisi kichkina seflardan. Buni. 100 ming so'mdan. U kichkina seflarimiz ham. Seflar 100 ming so'mdan. Dokumentlar uchun. Dokumentlar 100 ming so'm. Narxlari 100 ming so'mdan mashina o'zi. Hurmatli obunachilar. Bunisi 180 ming ekan, buni. Uni ham 160 mingga beramiz. Ham bor hamma narsa. Xo'p, kuchni mebel davom ettiramiz. Mana pastki xonalari. Mana o'zi yopilar ekan. Avaylab ishlatib. Ichiga moyka qilib bering degan mijozlarimizga moyka ham o'rnatib bera olamiz. Xo'p. Bular ham aytilgan razmerda. Qilinadi. 1.90ligi 1.900.000 kelishgan holatda kami bor. Ramazonda agar aloqaga chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa kamlari bor, aksiyalari, to'g'rimi opa? Obunachilar, qaysi rangidan yoqsa, xudo xolasa aloqaga xohlagan svetida, xohlagan svetida uyingizni rangiga moslab, uyingizni razmeriga moslab qilib beradi. Akalarimiz bor, Xo'jaobodda, faqat seximiz. Xo'p, Xo'jaobodda bo'lsa, ko'p joylarga yaqin bo'ladi. Misol uchun Namangan, Farg'onaga ham kerak bo'lsa, Xo'jaobod yaqinroqda, hozir biz turgan joydan. Dastavkalari kelishilgan holatda. Dastavkalar kelishilgan holatda. Xo'p, opa, mana buni aytmadingiz, narxini bularni bildik. Hali narxini degan bir xil ekan. Bu 4 ta eshiklik shkaflarimiz oynaksizi. Bular 1.700.000 deb yozilgan, hozirgi kunda 1.400.000 so'm. 1.400.000 so'm. Ramazon oyiga. Ramazon oyiga faqat. Xo'p. Buni ham tagida kiyim iladigan, kiyim tahlaydigan tagida ikkita portmalari bor. Xo'p. Hurmatli obunachilar, bu kattalar uchun shkaf. Oynaksiz xohlaganlar uchun oynaksizida. Oynaksiz. Ko'pchilik oynali xohlaydi. Kimdir oynaksiz. To'g'ri. Buni ham har xil svetlardan yasab berilaveradi. Bunisi kattaroq ekan, razmeri. Bu o'sha 4 ta eshiklikdan. Bu 4 ta eshiklikdan faqat oynalik. Oynalik. Buni ham 1.450.000 so'm. 1.450.000 so'm do'stlar, mana narigi bilan razmeri bir xil. Narigi ko'rganimiz birinchisi edi, bu arzonroq edi.
Razmeri ham kichikroq. Qaysi biri yoqsa aloqaga chiqilaveradi. Xo'p. Bularchi opa, Bularimiz dars tayyorlash uchun bolalarga ikki kishilik bemalol o'tirib dars tayyorlash mumkin. Ikkita bola bemalol kitoblari solingan polkalari bor. Ha, o'quvchilarga mana kitoblar O'quvchilarga. qo'yib dars tayyorlab farzandlarimizni kelajagi uchun darsxonalarni yaxshilash maqsadida mana yaxshi stol istayotganlar uchun. Xo'p. Mana stollar ekan-a? Xo'p, mana hurmatli obunachilar, o'quvchilar uchun bu domda, uyda o'tirib dars qilishlari uchun. Xo'p, mana o'zim ham o'tirib oldim. Mana ko'ryapsizlar. Buni ham svetlari xohlagan svetda yasab berilaveradi. Mana hurmatli obunachilar, mana xohlasanglar, mana uylar rangiga moslab buni ham. O'z o'quvchilarga qiziq emas, bolalarimizga, farzandlarimizga ular rangi qiziqtirmaydi. Dars qiladigan stollarimizni mana istalgan rangidan, istalgan razmerda ham qilib beradi. Stollari hammasi. Hali aytganimizdek dastlabkilari kelishilgan holatda qayerga ketishiga qaraganda, qayerga ketishiga bog'liq. Xo'p, opa, bular-chi? Bu dars tayyorlaydiganlarimiz o'zi 1 million deb yozganmiz. Hozirgi kunda mana shu stoli yo'g'i 800 ming, narigi stoli bori, stoli bilan 1 million. Ha, stoli bor bilan 1 million. Aha. Ha, unda yaxshi ekan, arzon ekan stol. Ikkita stoli bilan. Bunisi 1 million stoli. Agar stolsiz olaman desa 800 ming so'm qilib qo'ydik. Aha, stolsiz olaman desa 800 ming so'm. Hurmatli obunachilar, puliga bemalol arzib, bemalol ancha yil xizmat qiladi. Mana, insa kirguncha xudo xolasa o'zi bilan birga bo'ladi. Bular. Hurmatli obunachilar, bu oyoq kiyim postavkalar hisoblanadi. Buni ajoyib bir nimalari bor, xususiyatlari mana ko'ringlar. Xo'p, xohlasanglar tepaga qo'yasizlar oyoq kiyimlarni, bu yoqqa cho'tka, krem degandek to'g'rimi? Ashtaqalarni qo'yib, oyoq kiyim artadigan lattalarni qo'yib, shunday yopib qo'ysanglar, mana oyoq kiyim borligini ham bilinmaydi. Narsalar har yoqqa chochilayotmaydi mana. Xohlagan razmerda oyoq kiyimlar bemalol sig'adi mana. Xohlagan razmerda oyoq kiyimlar sig'adi. Opa, qancha bular narxi? Buni ham 450 ming, 500 ming yozganmiz. 400 ming hozirgi kunda. 400 mingga berib olasiz. Aha, bo'ldi. Mana o'zlari yopilib, mana akkuratnik turadi. Xo'p, bu yoq o'shandan ekan. Men oyoq kiyim tashlabman. Bu fasondagisi 380 ming. Bunisi 380 ming. Kami, mana shu oxirgi narx-a? Xo'p. Mana narigi pastlamkamizga o'xshab buniki ham narsalar qo'yiladi. Xo'p. Mana buni ichiga oyoq kiyimlarni qo'yib, bemalol yechib, joylab qo'yaverasizlar. Hurmatli obunachilar, hop, 380 ming so'm bunisi, narigisi 400 ming so'm dedingiz-a? Hop, figurkamiz bor. Bu shunday holatda turadi, juplashgan holatda. O'rtadan uzilmaydi bu. Ko'pligi uchun ayrim narx-navolarimiz esdan chiqib qolyapti, aytib bilmaysizlar. Bir ko'p aloqaga chiqsanglar, xohlagan holatinglarda qilib beradi. Mana idishlar qo'yadigan joylari. Yo'qda yana bir narsa tugunlarni bekitib, ayollarda tugunlar ham ko'p bo'ladi, idishlar ham ko'p bo'ladi. Bular 5 million deb yozilgan, hozirgi kunda 4 million 400 ming so'm. Xo'p, bular o'zi narxi 5 milliondan edi. 500 milliondan yozganmiz. Ramazon aksiyasi 4 million 4 million 400 ming so'm. Rahmat. Keyingisi yo'qda, keyingisi ham chiroyli ekan, ajoyib. 6 ta eshiklik shkafimiz. 6 ta eshik buniki. Haydi. Narigidan qaraganda ikki tomonda bu ust ochiladigan shkaflari bor ekan, faqat oynasiz ekan. Narigi boshqacha idishda olib qo'yadigan, bu ust ochiladigan ekan hozir. Shunday bo'yicha. Menga nima qilyapman? Xo'p, opa, buning narxi qancha? 2 million 500 qilib beramiz. 2 million 500? 2 million 500. Buni? Arzonmi burasi? Bu shkaf. Shkaf arzonroqmi? Yo'q. Bu spannilarini отдельно sotib olganmiz. Bu spanni garniturda shkafida. Komplektida ajratib turib bu yerga sotganmiz. Shuni hisobiga buni 2 million 500 ga berib yuboramiz. 2 million 500 ming so'm. Soladigan doneyligi. Do'stlar, perepochka deyilar ekan, bu oyoq kiyim soladiganni oynakligi ekan.
Oyoq kiyimlarni qo'yasizlar. Mana yerga cho'tka, yana krem, lata-luta degandek. Bu yoqqa oyoq kiyimlarni qo'yasizlar. Mana joylab oxirida chiqib ketishdan oldin mana oynagiga qarab yasanib chiqib ketaverasizlar. Bunisi qancha oldi? 800 ming deb yozilgan Aha, gruppamizga buni 700 mingga beramiz. 700 mingga beriladi. Bu 800 ming berilgan ekan. Hop, bu yerga ilmoqlar ham bor ekan, sochiq bosib, Sochiqlar. yengil sochlar ko'ylaklar ilib qo'ysa ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kommentga yozasizlar, sizlarni qanaqangi shkaflar, qanaqangi divanlar, qanaqangi oshxona jihozlari qiziqtirsa va qanday razmerdagilar kerak bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz aytaverasizlar. Uylarda razmerini ham mo'ljallab aytib, bexijolat aytilaveradi. Keyin mijozlarimizga uyiga mehrobiga shkaf qildirishadi ko'plar. O'sha qatirilgan holatda devorga yopishtirilib, kuxunliklarda ham shunaqa holatlarda ham bemalol yasab berilaveradi. Uy xonadoni mehrobiga devorga qatirilib, Borib dastlabkilar borib o'lchab, hamma yoqqa beraveradi. o'lchab shu qatirilib bir yo'l yasab beriladi. Uyni razmeriga qarab, oshxonasini razmeriga qarab, oshxona uyg'unliklari ham bor. Ular pulli bo'ladimi agar borib xizmat ko'rsatsa yo'q? Borib o'lchashib, anaqa hisoblab senalarini aytib berish besplatniy. Keyin bu yog'i mijozning o'ziga xohishiga bog'liq, xohlasa ma'qul kelsa yasattiradi. Alloh rahmat.